Mana havo hayvonlarni ham gapirtirib yuboryapti-kana. Ertalab tursam abit bo'pti. Tovuqga takka borsam tovuqlarimiz gaplashyapti. Xo'rozimizda 10 ta xotini bor. Bitta xotini qanotida shabada qilgan, bittasi muzdek suv quyib bergan. Tovuqlar itdek ishlayapti, xo'roz maza qilib yotibdi. Oxiri bitta tovuq chidalmadi. Kundoshlariga qaradi-da, xo'roz nimaga kerak dedi. U xo'rozsiz ham yashayveramiz, ketib KFC'da ishlaymiz undan ko'ra dedi. Qo'ykatakka borsam, qo'chqorimiz bilan itim gaplashib o'tirib, semichga chaqib, itni tili galustik bo'lib qolgan. Qo'chqorimiz isib ketgan, chunki to'ni borda uni yechib qo'ya olmaydi. Yo maykachang turgan qo'yni ko'rganmisiz? Keyin itimiz qo'chqorga qaradi-da, ana ikkita qo'zichag'ingni sotib konditsionerga qo'yib yubordi. Keyin qo'chqorimiz shunaqa gap gapirdi, ta'sirlanib ketdim. Men bolalarimni sotish evaziga kelgan pulga rohat ko'rmayman dedi. Eng zo'r gapni sigirimiz aytdi. Men mana issiqqa chidoraman, prosta yelindagi sut aynib qolsa odamlar icholmay qoladi dedi. Sizlarga ham issiq o'tibdi.